To'rtko'l tumanida ham pilla mavsumi qizg'in davom etmoqda. Bu yilgi pilla xurmonini ko'tarish maqsadida pillakorlar astoydil mehnat qilmoqdalar. Ushbu mavsumda erishilgan muvaffaqiyatlar nafaqat qishloq xo'jaligi uchun, balki har bir oilaning farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada To'rtko'l tumanining Sho'raxon qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollarning tashabbusi alohida e'tiborga loyiq. Ular har yili pilla boqib, oilasiga daromad keltirib yurgan bo'lsalar-da, bu yil o'zlariga yangicha yondashuv tanlashdi. Birgalikda 5 quti pilla qurtini parvarishladilar. Bu esa ularning nafaqat mehnatsevarligini, balki hamjihatligi va tadbirkorligining yaqqol namunasidir. Bugungi kunda bu mehnatning mevasi katta pilla hosili yig'ilib, topshirish mavsumi qizg'in davom etmoqda. Pillakor ayollarga Xormasinga kelgan tuman hokimi o'rinbosari Inobat Jumabayeva ularning zahmatli mehnatini qadrladi va rag'batlantirdi. Bu katta e'tibor shubhasiz pillakorlar uchun katta ruhiy madad bo'lib xizmat qiladi. Mahallamizda şimdi ipek kurtu bakkan ekanmiz. Bu ipek kurtu bizning ota-bobolarimizdan qolgan meros. Shuna bizlar ham bir ozgina bo'lsam hissamizni qo'shib, şimdi kollektiv bilan, qizlar bilan, yine boshchimiz bor. Hamma qizlar ko'plab ko'maklab shuni o'rtaga getirdik. Yine opa-ukalarimiz kelib o'tiribdi, bizning shu kunda pillamizni kollektiv kelib o'tiribdi. Hammangizga rahmat. Sho'raxonlik bu ayollar o'z oldilariga katta rejalarni qo'yganlar. Ular nafaqat pilla hosilini tez va qisqa muddatlarda terib topshirish, balki bildirilgan ishonchni oqlash maqsadida ham ter to'kmoqdalar. Ularning bu matonati va intilishi boshqalarga ham o'rnak bo'lishi shubhasiz.